Pensiya oluvchi pensioner fuqarolar diqqat qiling. Pensiya olish tartibi o'zgartirildi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston pensiya tizimida o'zgarishlar amalga oshiriladi. 14-iyul kuni bu bo'yicha qator takliflar Prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdimot qilindi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, taqdimotda jamg'arib boriladigan xususiy va korporativ pensiya tizimlari rivojlantirilishi aytilgan. Hozirda fuqarolar ish haqining 0,1% jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'iga o'tkaziladi. Shundan hisoblanadigan yillik 10% daromad bank omonatlaridan 2 barobar kam. Taqdimotda mazkur tizim jozibadorligini oshirish va jarayonda aholini faol ishtirok etishga rag'batlantirish bo'yicha yangi mexanizmlar taklif qilingan. Xususan, oylik ish haqi 7,6 million so'mgacha bo'lgan fuqaro jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'iga ish haqining 5%ni o'tkazsa, davlat tomonidan qo'shimcha yana 2,5% miqdorda mablag' ajratish ko'zda tutilmoqda. Oylik ish haqi 7,6 million so'mdan yuqori bo'lgan fuqarolar uchun esa to'langan ijtimoiy soliqning shu miqdordan oshgan qismining 1%ni ularning jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'iga o'tkazish taklif etildi, deyiladi Prezident matbuot xizmati xabarida. Oxirgi 10 yilda respublikada pensiya miqdori 3,3 barobar oshirilgan. Bunda eng kam miqdor minimal iste'mol xarajatlari darajasidan yuqori belgilangan. 2021-yilgacha 1,1 million nafar fuqaroning pensiyasi 400 ming so'mdan kam bo'lgan. Bugungi kunda eng kam pensiya miqdori 878 ming so'mni, minimal iste'mol xarajatlari esa 715 ming so'mni tashkil etmoqda. Taqdimotda pensiya miqdorini hisoblash tartibini takomillashtirish masalalariga ham e'tibor qaratilgan. Amalda pensiya oxirgi 10 yillik mehnat faoliyatidagi 5 yillik ish haqidan hisoblanadi. Shuningdek, ish haqining 6 million so'mdan yuqori qismi hisobga olinmaydi. Bu ayrim hollarda fuqarolar pensiyasining o'rtacha miqdori pasayishiga olib kelmoqda. Shu bois pensiya hisoblanadigan ish haqi davrini 5 yildan 20 yilgacha uzaytirish hamda past daromad olingan ayrim davrlarni hisobdan chiqarish taklif qilindi. Shuningdek, 2027-yildan boshlab pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqining yuqori chegarasini hozirgi 6 million so'mdan 6,6 million so'mga oshirish ko'zda tutilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, yangi tartib asosida pensiyaga chiqadigan fuqarolarning pensiya miqdori hozirgiga nisbatan 8% ga oshirishi mumkin, deya qayd etilgan taqdimotda. Davlat rahbari pensiya tizimidagi o'zgarishlar millionlab fuqarolar hayoti va kelajagiga daxldor ekanini ta'kidlagan. Har bir taklifning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini puxta hisob-kitob qilish zarurligi ko'rsatib o'tilgan, deyilgan xabarda.